shaxsiy hayot onasinikiga kiryapti. Onasinikiga kiryapti shaxsiy hayot. Bor mana. Qancha kirishi mumkin? Shuncha kiryapti. Haromi chiqyapti, misol uchun-da. Yuribman. O'shaning uchun havas qilmaydi. Nimasiga, yana yutuqlariga havas qilinglar, lekin o'shnoq odam bo'lib qolsa, hamda meni ham shunaqa govdan bo'lsa edi. U jalab govdali kachokka govdasini havas qilib qatdan bilasiz, bilad. U govdani chiqaraman deb dumbasiga ukolni urib o'zi dabba ham bo'lib qolgandir o'zi. Bulbul ham 3 oyda bir marta turar o'zi unda ham. Misol uchun-da. U boy odam deysiz, u boylikka qanday erishgan, necha mingta odamni uysiz qilgan, u qanday uxlaydi u qarindosh urug'iga yordam bermaydigan darajada bu ketganmi boy, zihna bo'lib ketganmi? Undan ko'ra siz qo'lingiz ochiq 5 million oylik olsangiz ham, qo'lingiz ochiq o'shandan 1 millionini kerak bo'lsa kimga ehson qiladigan darajada qo'lingiz ochiq, oq ko'ngil insondirsiz. Misol uchun-da. Bir sportsmenni orzu qiladi, mana shunaqa sportchi, qayerdan bilasiz sportchini misol uchun? Mana ko'rib turibmiz. Mashalloh, inshaalloh deb qancha